iPhone'da bildirmasdan turib rasmga olish mumkin. Bilarmidinglar shuni? 2 marta turaman orqasiga. Mana o'sha rasmga oldi. Fotoga kiraman. Mana rasmga oldi. Bildirmagan holatda mana ko'rasizlar. Sizlarga shu narsani hozir o'rgatib qo'yaman, qanaqa qilishni. Silkani ustiga bosamiz, Technogo kamera chiqib keladi. Keyin davom etib bosamiz, komandaga tushdi. Endi nastroykaga kiramiz, universalniy доступga kiramiz, kassayniga kiramiz, keyin oxiriga tushiramiz. Kassayniy zadniy panelga kiramiz, двойной kassayniga kiramiz, keyin shu yerdan Technogo kamerani topib olamiz, oxirida bo'ladi, galchka qo'yamiz. Bo'ldi. Endi iPhone orqasiga 2 marta turamiz, avtomatik ravishda rasmga oladi. Uvali, mana ko'rgan bo'lsanglar ham fotoga kiramiz, tekshirib olamiz, mana rasmga olib turibdi. Kameraga kirib rasmga olish shart emas. Silkani esa profilim shapkasida Telegram kanalimga komandani tashab qo'yganman. O'sha yerdan yuklab olishingiz mumkin. Faqatgina mana shu narsani to'g'ri yo'lda foydalanishingizni men xohlab qolaman. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying, mana shu videoni iPhonechi do'stingizlarga jo'natib qo'yinglar.